Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlar, hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti bu dunyolikı ve o dunyolikı her ikki dunyolik xayrlik bo'lsin. Men dostumlar Abdulaziz Beşto'g'roq İstanbul'dan Zeytinburnu'ndaki uyemden sizlarga Allah'ınki cennet salam bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan bugungi İslam tarihi degan dersimizni kelgan yerimizdan boshlaymiz. Bu kitaptan birlikte o'rganish qilyapmiz. İslam tarihi Teklimakan Uyghur Neşriyatı tarafından 2014 yılı neşr kılınan kitap. Türkiye'lik Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin degan 2-3 ustozniki birlikte tuzgan kitap ekan. Bugün 189. bettin belki miyagim o çaplap koy bunu. 189. bettin yani 189. bettin 199. betkici bo'lgan mezmununu birlikte öğrenimiz. 7. bab İslam medeniyeti. Bu babga kelgichi bo'lgan aralıkta biz nimalarni birlikte öğrendik degan vaqtda kitapning tarjima qiluvchisi Abdurrahman degan qarindishimizken Allah bu qarindishimizdan rozi olsun. Bunun derecede 1. bab İslam tarihi kiriş, onundan keyin 2. bab İslamiyet'in barlıq kelişi ve Muhammed aleyhisselam devri, onundan keyin Raşid Halifeler devri, 4. bab Emeviler, 5. bab Abbasiler, 6. bab Türkler ve İslamiyet, 7. bab İslam medeniyeti degan mezmun kim? 7. babda qaysi mezmunlar bor kendisi? Birinci iktisadi ve ictimai hayat, dini ve ictimai hayat, din ve akide. İkinci iktisat mezmun, devlet kirimi, devlet çıkımları, işlep çıkarış, ticaret, pul. İkinci çoğun mezmun ilim ve tefekkür. Bunun da İslam ve bilim. Onun aslındaki mezmundan İslam dini bilimler, başka bilimler deptu. Ondan keyin ikinci yeni bir küçük mezmun okutuş faaliyetleri yani maarif. Üçüncü küçük mezmun İslam dünyasında kitap ve kütüphaneler. Ondan keyin til ve edebiyat. Dep onun aslında yine til, edebiyat diyen düşünme ayrım mezmunlar bakken. 5. küçük mezmun İslam düşüncesinde taklit ve turgunluk. Sanat ve binakarlık, sanat ve İslam, İslam sanatının mahiyeti ve terakkiyatı, İslam sanatının türleri, bunun da tezhib, hüsnü xat, minyatür yani nakkaşçılık, ondaki resim ve heykel, muzika, binakarlık, bu binakarlıkta harbi binakarlık, halk binakarlığı. Ondan keyin 4. çoğun mezmun idare ve cemiyetler, halifelik, vezirlik, şeyhul İslamlık, adliye organları. Bunun da qazilik, mahkemeler, bazar başkuruş, ondan keyin saqchi teşkilatı, ondan keyin ordu yani armiya, ondan keyin vakıflar. Vakıflarning hizmet sahaları, vakıflarning başkuruluşu, bazı vakıflarning hizmetleri, ondan keyin futuvat ve ahilik degan mezmun kim. 8. bab İslam medeniyetining ta'sirlari, ondan keyin 9. babda günümüz İslam dünyası degan 9 babdan tuzilgan bir kitapga. Biz 189. betga keldik. Kitap yerimlaştı qadirli qarindoshlar. 7. bab İslam medeniyeti.
Yani iqtisadi ve ictimai hayat degan mezmunni birlikte ögünümüz. Bunun da dini ve ictimai hayat. Onun yine bir küçük mezmun din ve akide. Dastlabki davrlarda islom dunyosida yashayotgan xalqlar din ve akide jihatda ikki qismga bo'lingan. Bular musulmonlar ve g'ayri musulmonlar, ya'ni musulmon bo'lmaganlar. Musulmonlar kimlarni ko'rsatdi ekan? Peygamber Aleyhisselam ve 4 xalifa davrida musulmonlarning ko'p qismi Arab qavmidan tarkib topgan idi. Peygamber mezgilida Emeviler bulup Abbasiler devrede İslamiyet, Türk, Paris, Berberi ve İspanya katarlık Müslüman bo'lmagan milletler arasıgıma tarqalgan. Bununla geçip Abbasiler devrede İslam dünyasında Müslümanlar nüfusunun köp kısmı Arap bo'lmagan Müslümanlardan terkip tapkan. Osmanlılar devrede Boşnak, Alban katarlık Balkan milletlerine Musulman nüfusuga koşulgan. Musulmanlar Hazreti Osman devriga kadar birlik ve bütünlükni saklagan. Lekin aldıda Hazreti Osman ve ahirida Hazreti Ali'nin öldürülüşü neticesinde keskin ayrılış ve parçalanışla kelip çıkan. Tuncu parçalanış Siffin uruşu jarayonida Hazreti Ali'nin qo'shinidagi bir qism kishilarning Hazreti Ali'ni tark qilishi neticasida barliqqa kelgan. Bu grup havarijlar deyilgan. Bular o'zlaridan bo'lmaganlarni musulmon deb qabul qilmagan. Havarijlardan keyin Shia deb atalgan yana bir grup o'ttirg'i chiqqan. Bular xalifalikning, ya'ni davlat reisligining faqatla Hazreti Ali ve onun neslidan kelganlarning haqqi ekanligi fikrida ching to'lgan. Bularga ergishib Cebriye ve Mutezile qatorliq mazhablarni o'ttirg'i chiqqan. Cebriye mazhabiga mansub bo'lganlar insonlarning ish harakatlarida erkin harakat qilolmaydiganligini o'ttirg'i qo'ygan. Bununla qarşılık Mutezile mazhabiga mansub bo'lganlar insonning erkin bir maxluq ekanligini, bu sebepten her qandaq hareketini özünün xohishi bo'yicha qiladiganligini ilgari surgan. Xavarij, Cebriye ve Mutezile qatorliq mazhablarga mansub bo'lgan kishilar musulmonlar ichida az sonliqni tashkil qilsa, ahli sunnat mazhabidagi musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qilgan. Ahli sunnat ichidami har xil fikrlar mavjud edi. Aqida bilan munosabatdagi talash tartishlardan keyin Maturidi ve Eş'arilik o'ttirg'i chiqqan. Dinni izohlashda Maturidilik Eş'arilikka qaraganda aqlga ko'proq ahamiyat bergan. Fiqhi jihatda Hanafi, Maliki, Şafii ve Hanbali qatorliq mazhablar o'ttirg'i chiqqan. Bu mazhablar bir-biriga qarata cho'nqur hurmat qilgan. Qadrli qarindoshlar. Hamda g'ayri musulmonlar. İslam dünyasida har xil dinlarga mansub bo'lgan ko'p sonda g'ayri musulmonlar bor bo'lib, bular Yahudi, Hristiyan, Sabi'i, Zerdusht, Buddist, Brahman qatorliqlar edi. G'ayri musulmon xalqlar musulmonlar bilan tuzilgan kelishim bo'yicha musulmonlarning tuproqlarida yashagan. Bu kelishimdagi belgilemelerge asasen musulmon hükümranlar g'ayri musulmonlarning hayoti, mal mülki ve diniga dahli ta'ruz qilmagan. G'ayri musulmonlar kelishimida ko'rishligini bo'yicha tijorat bilan shug'ullangan. Til ve örf odatlarini qo'g'dab, ibodat ve dini murosimlarini bemalol qilgan. Yana o'z ishidagi masalalarni o'z diniga qarab hal qilgan. Bu meselelerni hal qiladigan shaxsiy mahkamalar qurgan. G'ayri musulmon xalqlar odatda o'z mahallasida o'ltirib, diniy yoki an'anaviy qiyofatlarni kiygan. G'ayri musulmon ayollar musulmon erlar bilan uylangan. Musulmonlar bilan g'ayri musulmonlar o'rtasida tijorat ve ish hamkorligi qurilgan. Musulmonlar bilan g'ayri musulmon xalqlar o'rtasida diniy talash tortishlarmi mavjud bo'lgan.
Abbasilar davrida munozara so'rovlarida musulmon, xristiyan, yahudi, hatta her qandaq bir dinga mansub bo'lmagan kishilarni bir yerga to'planib, aqida haqida bas munozara qilgan. Musulmon idorachilar g'ayri musulmonlarning har xil fikr, ko'z qarashlarini uch o'ttiruq qo'ya olish uchun uyg'un muhitlarni yaratib bergan. Masalan, Suriya, Misr ve İspanya'da İslam hakimiyeti kuruluştan ilgiriki Hristiyan hükümdarlar bazı Hristiyan mezheplerini besim astıga algan. Yukarıdaki rayonlar Müslümanların hakimiyetiga o'tgandan keyin bu besim bekor qilingan. Bunun bilan her mezhep öz ko'z qarashini o'ttirib qo'ya oladigan shart sharoitga ega bo'lgan. G'ayri musulmonlarning musulmon bo'lmasligi ularning davlatda vazifa o'tishiga to'salg'u bo'lmagan. Musulmon davlatlar ichida Umaviylardan boshlab ko'p sonda g'ayri musulmonlar davlatda yuqori xizmatlarga taqsim qilingan. İctimai tarkiblar İslam barliq kelgan Arab yerim oralidagi xalqlar odatda erkin kishilar, mevalilar ve qullar deb üçga ayrıladi. Erkin kishilar qabilening asosli a'zosi bo'lib, boshqa ikki sinfga mansub kishilardan o'zini ustun ko'ratdi. Qullar xo'jayinning meli hisoblanib, bozorlarda elib setiladi. Qullarni avloddan avlodga miros qoldira oladi. Mevalilar erkin kishilar bilan qullar o'rtasidagi bir sinf edi. Bular xo'jayinlarining azod qilish yoki xo'jayindan setib olib azodlikka chiqargan insonlar edi. Peygamber aleyhisselam devridan boshlab İslam dünyasida jamiyat musulmon, zimmi ve qul qatorliq 3 sinfdan tarkib topgan. Bularning ichida ko'p sonli musulmon arablar tashkil qilgan. İslam dinining Arab yerim orolining sirtiga tarqalishi bilan Türk, Paris yani İran, Niger, Berberi qatorliq her xil millat ve irqlarga mansub kishilar qabul qilgan edi. İslam irqi ayrımışıq bo'lmaganligi uchun Arablar bilan boshqa musulmon xalqlar o'xshash o'ringa ega bo'lgan. Musulmon davlatlar ichida Umaviylar davrida Arablar boshqa musulmon xalqlarga qaraganda texmo ko'p imtiyozga ega bo'lgan. Bu davrda Arablardan boshqa musulmon xalqlar ma'muriy vazifalarga qaraganda ilmiy tadqiqot, har xil san'at va kasblarda muvaffaqiyat qozongan. Abbasilarning qurilishidan boshlab Sharqda İran ve Türkler, G'arbda Berberiler hokimiyatda imtiyozga ega bo'lgan. İctimai sinflar ichida ko'p sonliqni Yahudi ve Hristiyanlar tashkil qilsa, az bir qismini Mecusi ve Sabiilardan tashkil topgan zimmilar egilagan. Zimmilar davlatning himoyasi ostida jizya nomli yillik bir boj topshirgan. Zimmilarning diniy erkinligi davlat tarafidan kafolatga ega qilingan. Diniy ibodatlarini erkin qilgan. Zimmilar 19 asrning oxirigacha bu haqdan bahramand bo'lgan. Zimmilardan musulmon bo'lganlar musulmonlar bilan o'xshash haqqa ega bo'lgan. Abbasilar davrida havas, maxsus ve avam, amma xalq deb atiladigan ikki sinf mavjud bo'lgan. Xalqning yaqinlari, vazirlar, qozilar birinchi tabaqada kishilar bo'lgan. Tijoratchi, dehqon, san'atchi, qul ve boshqalar ikkinchi sinf tabaqaga mansub insonlar edi. Abbasi davlati büyük bir coğrafiyaga hükümranlik qilgan. Bu sebepten tuproqlarda Arab, Paris yani İran, Türk ve Berberi qatorliq millatlar yashagan. Qullar jamiyatining bir qismini tashkil qilgan. Qullarning ko'p qismi Slav, Rum ve Negerlar edi. Qulluq İslamiyatdan ilgili mavjud bo'lgan bir odat edi. İslamiyatda qulluq bir jazolash usuli yoki iqtisodiy manfaatlar uchun foydalanilgan urush g'animati emas edi. Qadimki davrlarda qullarga insoniy muomala qilinmagan.
Ammo İslamiyetning kelishi bilan qullarga insoniy muomala qilingan. Qur'oni Karim qulluqni darhol bekor qilishni buyurmagan, ammo azod qilishni tavsiya qilgan. Davlat moliyasining bir qismini qullarni azod qilishga sarf qilgan. Qul azod qilishni ba'zi gunohlarning kaforati va savob qozonishning yo'li qilgan. Islom qullarga bir qism haqlarni berib, ularga insoniy muomala qilish haqida bir qism axloqiy prinsiplarni o'ttirib qo'ygan. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lishdan ilgari barliq qul va jariyalarni azod qilgan. Mevali tabiqasidagi kishilar shularni tarkib topgan. Birinchi, xo'jayinlar azod qilgan qullar. Ikkinchi, ijtimoiy qurilmada yaxshi bir o'ringa ega bo'lish uchun Arab qabilalarining himoyasiga kirgan ajnabiy musulmonlar. Bu ikki tabiqadagi kishilar ko'pincha fathlar natijasida qurilgan shaharlarda qabila asosi qarab o'rinlashtirish qatorida o'ttirg'i chiqqan. Vaqtning o'tishi bilan Mavali ta'birining doirasi kengayib, Rashid xalifalar davridan boshlab musulmonlikni qabul qilgan arablardan boshqa xalqlarmo Mavali deb atalgan. Soni az bo'lgan Mavalilar islomning tarqalishi bilan ko'paygan. Endi ijtimoiy faoliyatlar. İslamiyet qabila a'zolari va qabila ittifoqi hokim bo'lgan bir davrda maydonga kelgan. Payg'ambar alayhissalom da'vatini qabul qilib, islom diniga kirganlarni etnik tarkibi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'xshash ko'rib, qarindosh deb jakolagan. İslamning maydonga kelishi bilan qurilgan jamiyat qabiladan ustun o'ringa ega bo'lgan. Chunki islom har xil millat va irqdagi insonlarni o'z bag'riga bosgan. Yangi jamiyatda qabili shakli amaldan qoldirilmagan ham qabilalikni bekor qilishni maqsad qilmagan. Islomga kirganlarning qabilasiga bog'liq qilishiga to'sqinlik bo'lmagan. Payg'ambar alayhissalom davrida askariy sohalarda bu qabila bog'liqligidan foydalangan. Lekin bir qabilaga bog'liq bo'lishning boshqalardan ustun bo'lganlik shartini bekor qilgan. Qullarning sinifiy ahvolida bek o'zgarish bo'lmaslik bilan birlikda bu sinfni har xil yo'llar bilan hurlikka chiqarishga g'ayrat qilib, ahvolini yaxshilash haqida bir qism tuzumlar o'rnatgan. Azod qilingan qullar jamiyatga qo'shilgan. Bular payg'ambar alayhissalom davridan boshlab harbiy va ma'muriy sohalarda vazifa o'tagan. Payg'ambar alayhissalom azodlikka chiqqan qullar bilan hur insonlar o'rtasidagi ijtimoiy farqni tugutishga tirishgan. Bu maqsadda dadasining bir to'qinining qizi Zeynab binti Jayshni Zayd ibn Harisa bilan uylantirgan. Bunda qilish orqali bir azodlik qul bilan yuqori tabiqalik bir qizning uylanadiganligini ko'rsatgan. Yana bu tabiqaga mansub kishilar orasidan ko'plagan mashhur olimlar yetishib chiqqan. İslamiyet bilan birlikda tabiqa va islzodlik qatorliq tug'ilishdilar qabul qilgan ustunlik tushunchalarning o'rni ishlash orqali qozonilgan va qobiliyatga qarab haq beriladigan tushunchaga almashgan. Xalq qadimdan tartib odatlanib kelgan badaviy va hadari hayot shaklini saqlab qilish bilan birlikda Makkaning fathidan keyin hijratning tashviq qilinishi bilan shaharlashishga boshlagan. 4 xalifa davridan boshlab yangi shaharlarning qurilishi bilan badaviy qabilalarning ko'p qismi shaharlarga kelib o'ltiraqlashgan. Ulumolar va ijtimoiy faoliyatlar. Islom maydoniga kelgandan boshlab ilmga nihoyat ahamiyat bergan. Ilm ahli jamiyatga har tabiqa kishilardan hurmat va iltifotga erishgan. Qur'on, hadis, fiqh va bular munosabatli ilmlarga ega bo'lgan olimlar 100 yillardan tortib islom dunyosida xalqni diniy hukmlar ishida tutilgan, xalqni diniy jihatdan boshqarilgan bir nupuz bo'lish alohidligini saqlab kelgan. Bu ahvol idorachilar bilan xalq o'rtasida ko'vriklik rol o'ynab, idorachilarning talablarini xalqqa,
xalqning talab ve isteklerini idareçilarga yetkizgen. Klasik çağlarda maarif, adliye, dini hizmetler bütünley ülmalarının koludu boğan. Ülmalar xalqni terbiyelep, adalet ornatkan. Dini hayatqa münasibetlik meselelerini hal qilgan. Ülmalar dinni asas qilib qurilgan devletlerde yuqori imtiyozlarga ega bo'lgan. Xalifeden başlap yuqori maqamdagi başlıklarının kuch ve mas'uliyati ülmalar tarafidan shakl jihati bo'lsa-mu ko'rsatib berilgan. Hükümdarlar ko'pincha vaqtlarda ülmalar ustida kontrolligini yurgizgan. Ülmalar dastlabda Abbasiylardan ilgari ko'pincha vaqtlarda hunar ve kasb bilan turmushni qamdigan bo'lsa, keyingi vaqtlarda shtatlik xizmatlar berilgan. Ülmalarning xizmatiga qarab davlat, shaxs, jamiyat ve kishilar tarafidan maosh berilgan. Buningdan boshqa hech qanday maosh almay xizmat qilgan ve mustaqil ishlashni tanlaganlarmi bo'lgan. Bayram ve hitlar. Peygamber aleyhisselam hicrettin keyin Medineliklerinin qadimki bayramlarını bekar qilib, ularning o'rniga ro'za ve qurban hitlarni bayram qilib bergan. Bu ikki bayram hit hicretning ikkinchi yarmidan boshlab tabriklanishga boshlagan. Ramazan ro'za hiti ro'za Eidin keyinki Şevval ayının dastlabki 3 günida tabriklangan. Qurban bayrami hiti Hicriye kalendarının ahirki Zulhecci'nin 10. günüde başlangan ve 4 gün devam kılgan. Bu iki heyt dini ve ictimai alaylık ilgi bulup, her iki heytta heyt namazı okulgan. Kurban heytti yine harp gününün ayrım bir ehmiyeti bolgan. Peygamber aleyhisselam bayram heyt günlerinde bazı oyun tamaşalar ruhsat kılgan. Peygamber aleyhisselam bir bayram günüde Hazreti Ayşe, onundan Allah razı olsun, bilen bile tuğanda yenide gazel etken iki kız balığı gep kılmakçı bolgan Hazreti Ebu Bekir, Allah onundan razı olsun. Her milletin bayramı var, bu mu bizden bayramımızdır degen. Yine bayram gününde neyze, kalkan oyununu körüşünü arzu kılgan Hazreti Ayşe'ye yardımlaşıp bile oyun köygen. Bayramlardan başka toy külleri dapçılıp nakşı eytişqa ruhsat kılgan. Yani o vaxtlarda toyda ziyafet bir iş, şeker, hormalarını insanların üstüge çeçip talışqa seliş uyulları oynangan. Peygamber aleyhisselam her xil vaxtlarda at, tügü musabakaları uyuşturup birinci boğallığa mükafat bergen. Ok atiş, ovçılık, yügüreş, eğirlik götürüş, su üzüş qatarlıq faaliyetler Peygamber aleyhisselam devreden başlap İslam dünyasının hemme jaylarida elip berilgan. Emeğiyle devrede bulup bu hükümdar sarayları ve baylarının öylerinde nakşı muzika ve oyunla oynagan. Emevi halifelerinin köp kısmı muziki ve oyun tamaşağı amrak idi. Bu halifeler nakşçılarını eve eğitivalıgan. Bu ahval halkıma tesir kılıp, oyun tamaşa soruları köpüyüp, her xil çalgı esvapla terakki kılgan. Abbasi halifelerinin köp kısmı oyun tamaşağı amrak boğallıktan, bu devirlerde oyun tamaşalar köpeygen. İslam dünyasının köp kısım yerlerinde muziki sanatı terakki kılgan. Bu devirde hikaye, taklitçilik, oyun tamaşanın başka türü bulup terakki kılgan. Dünyaya meşhur 1001 kişi dastanı mı bu devirde yazılgan. Türk İslam adeti mi bayramlara alayda ehmiyet verilgen. Osmanlı devrede bayramlar resmi teberklenişle birlikte padişahlar halka uçuk uyulla tertipligen. Yana uruqluqqan ve dostlar arasının bayram tebrikleşte canlıq elip berilgan. Şahzadlarının xatni murasimlarida alayda uyulla tertiplenip, ziyafetler berilip, salyotlar etilgan. Cibrit, at üstünde oynanılan kaltak uyunu musabıqları, sayıseliş ve hediye beriş qatarlıq uyullar oynangan.
Oyun tamaşa sorunu baştan başlap zinnetlengen. Osmanlı oyunları da günümüzdeki şirik oyunlarının köp kısmı oynangan. Sünnet murasimideki oyunla öyünüş murasimleri de oynangan. Bunun sırtıda 40 biner yağlak çelişlerine okşaş, günümüzge yetip gelgen çelişiş, at musabakları, sahi seliş, sanat gecelikki qatarlıq köplegen oyun tamaşala bu devirden ictimai ve medeni bir parçası idi. Hem de aile. Aile cemiyetin asasını teşkil kılıdı. Millet mi aileden terkip tapıdı. Şunun şu Müslümanlar aileni küçük bir millet, milletini büyük bir aile dep qaraydı. Aile qanchalik sağlam bolsa, onundan terkip tapkan cemiyet ve millet mi şu derecede sağlam buludu. İslamiyet aile azalarının hak ve mesuliyetlerini körüstüp bergen. Erlerinin ayalları üstüde hakkı boğun edek, ayallarının mı erleri üstüde hakkı boğan. İslam aile münasibetinde ictimai azalarının bəxt saadetini kolgu keltirişini maksat kılgan. İslam ailede şəxslər oturusiki münasibetlerini özara söygü, muhabbet, şefkat, durusluq, sadakat qatarlıq haqlarga rioya qilib davomlashtirishni alami shumul prinsiplar deb qabul qilgan. İslamda er ayol barabardır. Bu cihettin İslam ailesinde ayol iri aldıda müstakil bir kişiliğe boğundak ictimai boğundak iktisadi cihettin müstakildir. İslam kanununda ayollarının meli ayrılmaydı. Ayrımdır. İslamiyet'te öyleniş iki taraftan özüre razılıkla bağlılık buludu. Her kandak bir adamni, yaxşı kömegen bir adam bilen aile kuruşqa mecburlaşqa bolmaydı. İslam dininde Müslüman erler, ehli kitap deyildiğen Hristiyan, Yahuda ayalları bilen öylense buludu. Başlangıç terbiye, ahlaki terbiye, ictimaileşiş ve mesuliyet duygusu iyi buluş ailede başlandı. Ailede başta ata-anadan başlap bütün çoğunluğa hürmet kılış asastır. Kur'an'da biz insanların ata-anasına yaxşılık kılışını tavsiye kıldık. Çünkü anası onu karnında muşakkat bilen kütürüp teslikte tuğkan. Ahqab suresi 151. ayet deyilgen. Kaderlik, kerindaşlar. Çünkü annesi onu karnında muşakkat bilen kütürüp teslikte tuğkan. Ahqab suresi 151. ayet. Hem de kaderli kardeşler 199. betninki ikinci bölüm yani ikinci mevzu küçük mevzu iktisat. İktisatta kirimi onun dinkin devlet çıkımları digen baplani devlet çıkımları işlep çıkarış yezigilik ondan sanaat, ondan medeniyetçilik, medençilik, kan baylıqını qeziş. İslam dünyasında tinchlik ve xatircemlikning barpo qilinishi bilan medençilik kan. Ondan keyin pul. Ondan keyin ilim ve tefekkür degan bilim keldiganmiz qadrli qarindoshlar. Ana olsa bugün sözlügen dersimiz, birlikte öğrengenimiz İslam tarihi teklemekan Uygur neşriyatı 2014 yılı neşr kılgan kitap kadarlı kardeşler. Biz şunun öğreniyotimiz. Eğer kitapını setip alsanlar, onundaki mandak xeritili varken mesela ikinci katında ehli selef seferleri. Yani bunda xeritlerden paylanış ihtimalliğine buludu çünkü bu kitapka muşakıl mezmunlarını o ki güzüptüken kaderli kardeşler. Anda olsa Allah'ın üzüge amanet. Bununla 17. halkımızda İslam tarihininki
yeni bir mezmun bilen tunuşlar, qadrli qarindaşlar, bunu ikinci derslerimizde Allah'ın üzgü amanet bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.